28-mart sanasidan boshlab 9-sinf bitiruvchilar diqqatiga. O'zbekiston hududidagi Ichki ishlar akademik litseylarini barchalarida qabul jarayonlari boshlandi va yurtimizdagi 4 ta Temurbeklar maktabi akademik litseylarida ham qabul jarayonlari 1-apreldan boshlanadi. Ular qaysilar? Ular Shahrisabz shahridagi Favqulodda vaziyatlar vazirligining Temurbeklar maktabi, Nukusdagi Ichki ishlar vazirligining Temurbeklar maktabi, Toshkent shahridagi Milliy gvardiya qo'mondonligi qoshidagi Temurbeklar maktabi va Farg'ona viloyatidagi Farg'ona shahridagi Mudofaa vazirligi qoshidagi Temurbeklar maktablarida qabul jarayonlari 1-apreldan boshlanadi. Ichki ishlar akademik litseyi topshiruvchilar diqqatiga. Agar siz poytaxt shaharda yashasangiz, Toshkent shahri Ichki ishlar bosh boshqarmasiga, agar viloyatlarda yashasangiz, viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasiga arizalaringizni topshirishingiz mumkin. Endi Temurbeklar maktabiga keladigan bo'lsak, Mudofaa vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Milliy gvardiya qo'mondonligi qoshidagi Temurbeklar maktablarining qabul jarayonlari tuman mudofaa ishlari bo'limi orqali amalga oshiriladi. Ichki ishlar vazirligi qoshidagi Temurbeklar maktabi bo'lsa, xuddi shunday viloyat boshqarmalari va shahar boshqarmalarida amalga oshiriladi. Agar sizga harbiy litseylar haqida qabul jarayonlari qiziq bo'lsa, sahifamni kuzatib boring.